Bismillah deb bugun siz bilan me'daga tegmaydigan juda ham zo'r shirinlik tayyorlaymiz. Qozonchamizga suv, tuz va margarinni solib erishini kutamiz. Ustidan unni solib lopata yordamida xamir qoramiz. Bu jarayonda olovimiz o'rta holatda bo'ladi. Xamir qorilayotganda unlari yaxshilab aralashishiga e'tibor bering. Iliq holga kelgan xamirimizga 4 ta tuxumni bittalab solib mikser qilishni boshlaymiz. Ko'rganingizdek massaning quyuqligi shu holatda bo'ladi. Nasatga solingan qopchamizga xamirimizni solib, duxovka listiga bir tekisda qilib chiqarib olamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkaga 30 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Belgilangan vaqt tugamaguncha duxovka eshigini ochmaymiz. Endi idishimizga muzdekkina qaymoq va muzdekkina quyultirilgan sutni solib, mikser qilib krem tayyorlab olamiz. Ana endi palichkalarimiz ustidan kremimizni solib, yengil aralashtiramiz va chiroyli tarelkalarimizga terib chiqamiz. Ustiga xohishga ko'ra bezak beramiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarga shifo bo'lsin.